Mamlakatimizda so'nggi 5 yillikda kiberjinoyatlar 68 barobar oshgan. Birgina o'tgan yilda esa 2023-yildagiga nisbatan 9,1 barobar ko'paygan. Ushbu davrda kibermakondagi huquqbuzarliklar yuzasidan jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushayotgan murojaatlar soni 34 barobar oshgan. Bu haqda Kiberxavfsizlik markazi va Toshkent shahri Ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati hamda Markaziy bank vakillari ishtirokidagi matbuot anjumanida aytib o'tildi. Ta'kidlanishicha, mazkur jinoyatlar natijasida fuqarolarning 1,909 milliard so'mdan ortiq mablag'i talon-taroj qilingan. Tadbirda fuqarolarimiz internet firibgarlarining yolg'on aldovlariga uchrab, bilib-bilmasdan shaxsiy va bank kartalari ma'lumotlarini taqdim qilishi natijasida ham moddiy, ham ma'naviy zarar ko'rayotganligi aytib o'tildi. Aholidan kelib tushayotgan murojaatlarning asosiy qismini ham bank kartalaridan mablag' yechib olinishi bilan bog'liq o'g'rilik va firibgarlik holatlari tashkil etadi. APK tashqidagi zararli havolalarimiz juda ko'p. Mana internetda tarqalyapti, telegramlarda bu sening rasmingmi, yoshlikdagi videoing yoki shunga o'xshash taklifnoma, suddan xat yoki bo'lmasa majburiy ijrodan chaqiruv qog'ozi sarlavhalariga yashiringan zararli ilovalar Telegram ijtimoiy tarmoqlarida tarqalyapti. Ularni ochib qo'yish, bosib qo'yish, yuklab qo'yish oqibatida esa to'lov ilovalariga o'rnashib olib, pullarni yechish holatlari juda ko'payib ketgan. Shu sababli hozirgi vaqtda fuqarolarimizda kiber madaniyat, kiber ongni rivojlantirish maqsadida keng qamrovli targ'ibot ishlari amalga oshiryapti. Anjumanda ma'lum qilinishicha, 2019-yilda axborot texnologiyalari orqali 18 turdagi 863 ta jinoyat sodir etilgan bo'lsa, 2024-yilda 62 turdagi 58800 ta jinoyat qayd etilgan. Bu esa bunday turdagi jinoyatlarni oldini olish va unga qarshi kurashish tobora dolzarblashib borayotganini anglatadi. Muhokama davomida eng ko'p uchrayotgan kiber jinoyatlar turlari va ularga qarshi kurashish bo'yicha ma'lumotlar berildi. Telegram ijtimoiy tarmoq orqali, o'sha soxta havolalar orqali, soxta logotip bilan Milliy bank yoki bo'lmasa boshqa to'lov tizimini logotipi orqali fuqarolarga telefon qilib video zvonokda sizni nomingizga kredit rasmiylashtiribdi, siz oldingizmi yoki bo'lmasa biz o'shani отказ qilib berishimiz mumkin. O'sha bo'yicha sizga yordam beramiz degan ko'rinishda har xil yolg'on xabarlarni ishlatib, fuqarolarni pullarini yechib olishga, egallab olishga urinishmoqda. Bu bo'yicha fuqarolarimizdan shuni iltimos qilgan bo'lardikki, tanishi yoki bo'lmasa notanish nomerlardan ham telefon bo'lsa yoki bo'lmasa havolalar keladigan bo'lsa, u narsalarni ochmaslik, iloji boricha javob bermasligi chaqirib kelmoqdamiz. Tadbirda mazkur turdagi jinoyatchilikni barvaqt oldini olish bo'yicha fuqarolarimizning zamonaviy kiber tahdidlardan ogohligini va axborot texnologiyalari bo'yicha savodxonligini oshirish muhim ekanligi ta'kidlandi. Shu maqsadda 1-noyabrdan 30-noyabrga qadar mamlakatimizda kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi o'tkazilishi belgilangan. Bu davr mobaynida banklar, to'lov tashkilotlari, jamoatchilik muassasalari hamda boshqa tegishli idoralarning uzviy hamkorligi asosida hududlarda tashviqot tadbirlari o'tkaziladi.